avgust oyida pensiya indeksatsiyasi bo'ladi degan xabar chiqqanda ko'pchilikda bitta savol paydo bo'ladi. Mening pensiyam oshadimi yoki oshmaydimi? Aynan mana shu savol bugungi mavzuning markazida turibdi. Bu ma'lumot juda muhim. Chunki u nafaqat hozir pensiya olayotgan otaxon va onaxonlarga, balki ularning farzandlariga, boquvchisini yo'qotgan oilalarga, nogironlik pensiyasi oluvchilarga va yaqin yillarda pensiyaga chiqmoqchi bo'lgan fuqarolarga ham bevosita tegishli. Men bugun sizga avgustdagi pensiya indeksatsiyasi nimani anglatadi? Kimning pensiyasi oshirilishi mumkin? Kimniki oshirilmasligi mumkin? Qaysi holatlarda odamlar xato kutish qiladi? Qayerga murojaat qilish kerak va hujjatlarda nimalarga e'tibor berish lozimligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng muhim nuqtalar aynan istisnolar va amaliy maslahatlar qismida bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday mavzularni vaqtida bilgan odam o'z haqqini talab qila oladi. Avvalo, indeksatsiya nima ekanini aniq tushunib olaylik. Pensiya indeksatsiyasi deganda odatda pensiya miqdorini davlat tomonidan belgilangan tartibda oshirish tushuniladi. Buning sababi oddiy, narxlar o'zgaradi, oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal xizmatlar, transport xarajatlari oshadi. Agar pensiya yillar davomida o'zgarmay qolsa, pensionerning real daromadi kamayib boradi. Shu sababli davlat vaqti bilan pensiya, nafaqa yoki ijtimoiy to'lovlarni oshirish bo'yicha qaror qabul qiladi. Lekin bu yerda eng katta tushunmovchilik shundaki, odamlar indeksatsiya deganda hammaning pensiyasi bir xil foizga, bir kunda va bir xil miqdorda oshadi deb o'ylaydi. Amalda esa har doim ham bunday bo'lmaydi. Chunki pensiya turi tayinlangan sana, ish staji, ish haqi hisob-kitobi, minimal miqdor, ustama to'lovlar, kompensatsiyalar, qonuniy cheklovlar va to'lov manbalari har xil bo'lishi mumkin. Oldin qanday edi? Odatda pensiya miqdori davlat rahbarining farmoni yoki hukumat qarori asosida oshirilardi. Masalan, eng kam pensiya miqdori, bazaviy hisoblash miqdori, ayrim nafaqalar yoki ish haqi ko'rsatkichlari oshirilsa, shunga bog'liq ayrim pensiya to'lovlari ham qayta ko'rib chiqilardi. Pensioner esa ko'pincha hech qanday ariza bermasdan keyingi oyda pensiyasi ko'payganini ko'radi. Shu sababli ko'pchilikda indeksatsiya avtomatik bo'ladi. Demak, albatta menga ham qo'shiladi degan tasavvur shakllangan. Hozir nimaga e'tibor kuchaymoqda? Chunki ayrim holatlarda oshirish hamma to'lovlarga bir xil tatbiq qilinmaydi. Masalan, kimdir yoshga doir pensiya oladi, kimdir nogironlik pensiyasi oladi, kimdir boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi, yana kimdir pensiya emas, ijtimoiy nafaqa oladi. Ba'zi odamlar pensiya yoshiga yetgan, lekin hujjatlari to'liq emas. Ba'zilar ishlashda davom etmoqda. Ba'zilar pensiyasini yaqinda rasmiylashtirgan. Ba'zilar esa oldindan hisoblangan to'lov bo'yicha qarzdorlik yoki ortiqcha to'lov masalasiga duch kelgan. Mana shu farqlar sababli avgustdagi indeksatsiya hamma uchun bir xil natija bermasligi mumkin. Men birinchi navbatda shuni aytaman. Agar siz rasmiy tayinlangan pensiya oluvchi bo'lsangiz va pensiyangiz qonunchilikda indeksatsiya qilinadigan toifaga kirsa, odatda alohida ariza yozmasdan oshirilgan miqdorni olasiz. Ya'ni ko'p hollarda tizim buni avtomatik hisoblaydi. Lekin bu hech narsani tekshirmaslik kerak degan emas. Ayniqsa miqdor kutilgandan kam oshsa yoki umuman oshmasa, buning sababini aniqlash zarur. Birinchi misol, Anvar aka yoshga doir pensiya oladi. Uning pensiyasi 1.200 ming so'm edi. Agar tegishli qaror bo'yicha pensiyalar ma'lum foizga indeksatsiya qilinsa, uning pensiyasi yangi hisob-kitob bo'yicha oshirilishi mumkin. Lekin Anvar aka hamma 15% oladi deb o'ylasa, xato qilishi mumkin. Chunki oshirish usuli faqat umumiy pensiya summasiga emas, ba'zan minimal miqdorga, bazaviy qismga yoki qonunda belgilangan alohida to'lovlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Natijada kutilgan mintaqati million so'm emas, boshqa miqdor chiqishi ehtimoli bor. Ikkinchi misol, Zulfiya opa eng kam pensiya miqdoriga yaqin pensiya oladi. Uning ish staji kamroq bo'lgan, maoshi ham ko'p yillar pas rasmiylashtirilgan. Agar davlat eng kam pensiya miqdorini oshirsa, Zulfiya opaning pensiyasida sezilarli o'zgarish bo'lishi mumkin. Chunki minimal kafolatlangan daraja ko'tarilganda aynan past pensiya oluvchilar ko'proq sezadi. Lekin agar indeksatsiya faqat muayyan turdagi to'lovga tegishli bo'lsa, u holda oshish miqdori boshqacha hisoblanadi. Uchinchi misol, Dilshod aka pensiyaga chiqqan, lekin ishlashda davom etmoqda. Bu yerda odamlar ko'p adashadi. Ishlayotgan pensionerning pensiyasi oshmaydi deb umumiy xulosa chiqarish noto'g'ri. Qaysi mamlakat qonunchiligi, qaysi toifa, qaysi ish turi
va qaysi davr uchun tartib qanday belgilanganiga qarash kerak. Ba'zi holatlarda ishlayotgan pensioner ham indeksatsiyadan foydalanadi. Ba'zi holatlarda esa qayta hisoblash yoki qo'shimcha ustama boshqa tartibda amalga oshiriladi. Shuning uchun men ishlayapman, demak menga qo'shilmaydi. Yoki ishlasam ham baribir hammasi qo'shiladi deb taxmin qilish xavfli. 4-misol. Malika opa bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Uning 2 nafar farzandi bor. Bu holatda pensiya miqdori boquvchining ish staji, ish haqi, oiladagi mehnatga layoqatsiz a'zolar soni va qonundagi me'yorlarga bog'liq bo'ladi. Agar indeksatsiya boquvchisini yo'qotganlik pensiyalariga ham tatbiq qilinsa, to'lov oshishi mumkin. Lekin farzandlardan biri 18 yoshga to'lsa, o'qish holati tasdiqlanmasa yoki hujjatlar yangilanmasa, to'lov miqdori o'zgarishi, hatto kamayishi ham mumkin. Shu sababli bu oilalar indeksatsiyadan tashqari huquqni tasdiqlovchi hujjatlarga ham e'tibor berishi kerak. 5-misol. Rustam aka nogironlik pensiyasi oladi. Nogironlik pensiyasida guruh mehnat staji, nogironlik belgilangan muddat, tibbiy mehnat ekspertizasi xulosasi va qayta ko'rik sanasi muhim. Agar pensiya oshiriladigan bo'lsa ham, Rustam aka qayta ko'rikdan vaqtida o'tmagan bo'lsa yoki hujjat muddati tugagan bo'lsa, to'lovda muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun nogironlik pensiyasi oluvchilar faqat indeksatsiyani kutib o'tirmasdan o'z maqomi va hujjat muddati kuchda ekanini tekshirishi zarur. Endi eng muhim savolga o'tamiz. Avgustdagi indeksatsiyada kimning pensiyasi oshirilmasligi mumkin? Men bu savolga ehtiyotkorlik bilan javob beraman. Chunki aniq javob har doim rasmiy qaror matniga va sizning shaxsiy holatingizga bog'liq. Lekin amaliyotda ko'p uchraydigan toifalar bor. Birinchidan, agar siz hali pensiya oluvchi sifatida rasmiy ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, indeksatsiya sizga avtomatik qo'llanmaydi. Masalan, odam pensiya yoshiga yetgan, lekin hali hujjat topshirmagan. U avgustda pensiyalar osharkan, meniki ham oshgan miqdorda chiqadi deb o'ylashi mumkin. Aslida pensiya tayinlash alohida jarayon. Avval hujjatlar topshiriladi, ish staji va ish haqi tekshiriladi. Huquq aniqlanadi. Shundan keyin pensiya tayinlanadi. Agar siz hali rasmiy pensiya oluvchi bo'lmasangiz, indeksatsiya avtomatik tarzda hisobingizga tushmaydi. Ikkinchidan, ayrim ijtimoiy nafaqalar pensiya indeksatsiyasi bilan bir xil tartibda oshirilmasligi mumkin. Odamlar ko'pincha pensiya, nafaqa, kompensatsiya, moddiy yordam tushunchalarini bir-biriga aralashtirib yuboradi. Masalan, yoshga doir pensiya bilan yoshga doir ijtimoiy nafaqa bir xil narsa emas. Pensiya odatda ish staji va sug'urta badallari bilan bog'liq bo'ladi. Ijtimoiy nafaqa esa boshqa mezonlar asosida belgilanadi. Agar qarorda faqat pensiyalar deyilsa, ayrim nafaqalar alohida tartibda ko'rib chiqilishi mumkin. Agar qarorda nafaqalar ham ko'rsatilgan bo'lsa, unda ularga ham tatbiq etiladi. Shuning uchun to'lovingiz nomini aniq bilishingiz kerak. Uchinchidan, noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan hujjatlar sababli pensiya qayta hisoblanmay qolishi mumkin. Masalan, mehnat daftarchasida yozuv noto'g'ri, korxona nomi o'zgargan, arxiv ma'lumoti topilmagan, ish haqi bo'yicha ma'lumotnoma tasdiqlanmagan. Tizim indeksatsiyani mavjud ma'lumotlar asosida hisoblaydi. Agar sizning pensiyangiz avval noto'liq staj bilan tayinlangan bo'lsa, indeksatsiya o'sha mavjud summaga qo'llanishi mumkin. Lekin siz kutgan katta oshish bo'lmasligi mumkin. Bunday holatda masala indeksatsiyada emas, balki dastlabki pensiya hisob kitobida bo'ladi. 4-dan, pensiya to'lovi vaqtincha to'xtatilgan fuqarolar indeksatsiyani darhol olmasligi mumkin. Masalan, fuqaro uzoq muddat pensiyani olmagan, yashash joyi bo'yicha ma'lumot yangilanmagan, bank kartasi yoki to'lov hisobida muammo bor. Ishonchnoma muddati tugagan, chet elda yashash yoki ro'yxatdan o'tish bilan bog'liq savollar yuzaga kelgan. Bunday vaziyatda pensiya huquqi bor bo'lsa ham, to'lov mexanizmi to'xtab qolgan bo'lishi mumkin. Avval to'xtatish sababi bartaraf etiladi, keyin to'lov masalasi ko'rib chiqiladi. 5-dan, agar pensiya miqdori qonunda belgilangan maksimal yoki alohida tartibdagi cheklovlarga borib taqalgan bo'lsa, oshish kutilgandek bo'lmasligi mumkin. Ayrim to'lovlarda yo'riq chegaralar, maxsus hisoblash qoidalari yoki alohida ustamalar bo'ladi. Masalan, imtiyozli pensiya, harbiy pensiya, maxsus idora orqali to'lanadigan pensiya yoki alohida xizmat yillari bo'yicha to'lovlar umumiy fuqarolik pensiyasi bilan bir hisoblanmasligi mumkin. Bunda qo'shnimniki oshdi, demak meniki ham shuncha oshishi kerak degan solishtirish noto'g'ri bo'ladi. 6-dan, yaqinda pensiya tayinlangan fuqarolar indeksatsiya masalasida chalkashib qoladi. Masalan, odam iyul oyida pensiyaga chiqdi.
Avgustda indeksatsiya e'lon qilindi. U o'z pensiyasi eski miqdorda hisoblanganmi yoki yangi tartib inobatga olinganmi bilmaydi. Ba'zan pensiya tayinlashda yangi me'yorlar allaqachon hisobga olingan bo'ladi. Shuning uchun yana alohida o'sish sezilmaydi. Ba'zan esa tayinlangan sana va qaror kuchga kirgan sana o'rtasidagi farq sababli qo'shimcha hisob-kitob keyingi oyda amalga oshiriladi. Bu holatda to'lov varaqasi yoki pensiya jamg'armasi izohini ko'rmasdan xulosa chiqarish kerak emas. 7-dan ortiqcha to'lov yoki qarzdorlik mavjud bo'lsa, fuqaro pensiyasi oshganini sezmasligi mumkin. Masalan, oldingi oylar uchun noto'g'ri to'lov amalga oshirilgan va keyinchalik uni ushlab qolish belgilangan. Bunday vaziyatda pensiya aslida indeksatsiya qilingan bo'lishi mumkin. Lekin qo'lingizga tushadigan summa ushlab qolishlar sababli ko'paymagandek ko'rinadi. Shu sababli har doim menga qancha tayinlandi va qo'limga qancha tushdi degan ikki narsani ajratish kerak. Tayinlangan pensiya miqdori bir xil. To'langan summa esa ushlab qolishlar bank amaliyoti yoki qarzdorlik sababli boshqacha bo'lishi mumkin. Men amaliyotda eng ko'p ko'radigan xato shuki, odamlar rasmiy qarorni o'qimasdan faqat ijtimoiy tarmoqdagi sarlavhaga ishonadi. Avgustda pensiya oshadi degan gapning o'zi yetarli emas. Savollar juda ko'p. Qaysi sanadan oshadi? Qaysi toifalarga tegishli? Foizmi yoki aniq summa? Eng kam miqdorgami yoki barcha pensiyagami? Ustamalar ham oshadimi? To'lov qaysi oyda beriladi? Qayta hisoblash avtomatikmi yoki ariza kerakmi? Mana shu savollarga javob bo'lmasa, xulosa ham noaniq bo'ladi. Ikkinchi xato, odamlar pensiya miqdorini qo'shnisiniki bilan solishtiradi. Masalan, ikki kishi bir mahallada yashaydi. Ikkalasi ham 15 yoshda. Biri 1,2 million so'm pensiya oladi. Ikkinchisi 1,7 million so'm oladi. Indeksatsiyadan keyin birinikiga 1,7 million so'm, boshqasinikiga 1,2 million so'm qo'shilgan bo'lishi mumkin. Bu adolatsizlik degani emas. Chunki ularning ish staji, rasmiy ish haqi, imtiyozli davrlari, ustamalari, pensiya tayinlangan yili hujjatlari va hisoblash bazasi boshqa bo'lishi mumkin. Pensiya shaxsiy hisob-kitobdir. Uchinchi xato, men ko'p yil ishlaganman, demak pensiyam albatta katta o'sishi kerak degan qarash. Ishlagan yillar muhim, lekin faqat ishlaganlikning o'zi yetmaydi. Ish rasmiy bo'lganmi, badallar to'langanmi? Maosh hujjatlarda ko'rsatilganmi? Arxivdan tasdiq bormi? Mehnat daftarchasidagi yozuvlar to'g'rimi? Tanaffuslar bormi? Imtiyozli staj hisobga olinganmi? Bularning barchasi muhim. Agar odam o'tgan yil ishlagan bo'lsa-yu, 10 yillik davr hujjat bilan tasdiqlanmasa, pensiya hisobida muammo chiqadi. Indeksatsiya esa tasdiqlangan pensiya bazasiga qo'llanadi. 4-xato, bank kartasiga tushgan pulni ko'rib, darhol pensiyam oshmabdi deyish. Ba'zan oshirilgan miqdor keyingi to'lovda keladi. Ba'zan farq alohida to'lanadi. Ba'zan bankdagi texnik kechikish bo'ladi. Ba'zan pensiya jamg'armasida qayta hisob-kitob yakunlanmagan bo'ladi. Albatta, bu holatda sukut saqlash ham to'g'ri emas. Lekin avval rasmiy ma'lumotni tekshirish, keyin murojaat qilish kerak. 5-xato, telefon orqali eshitilgan og'zaki javob bilan cheklanib qolish. Agar siz pensiyangiz oshmaganini aniqlasangiz, faqat shunaqa ekan degan javob bilan to'xtamang. Siz yozma izoh so'rashingiz mumkin. Yozma javobda sabab aniq ko'rsatiladi. To'lov turi indeksatsiyaga kirmaganmi? Hujjat yetishmayaptimi? Pensiya avvaldan yangi miqdorda hisoblanganmi? Qarzdorlik ushlab qolinyaptimi yoki boshqa sabab bormi? Yozma javob keyingi shikoyat yoki qayta hisoblash uchun asos bo'ladi. Endi men sizga aniq harakatlar tartibini aytaman. 1-qadam, o'zingiz olayotgan to'lov nomini aniqlang. Bu yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi, ijtimoiy nafaqami, kompensatsiyami yoki maxsus to'lovmi? To'lov nomini bilmasangiz, pensiya bo'limidan yoki bankdagi to'lov ma'lumotidan aniqlang. Chunki pensiya deb umumiy aytish huquqiy jihatdan yetarli emas. 2-qadam, avgust oyidagi to'lovingizni oldingi oy bilan solishtiring. Masalan, iyulda qancha tushdi? Avgustda qancha tushdi? Sentyabrda qancha tushdi? Faqat bitta oyga qarab xulosa chiqarmang. Ba'zan qayta hisoblash kechikib, farq keyingi oyda to'lanadi. Lekin 2-3 oy davomida hech qanday o'zgarish bo'lmasa, sababini so'rash kerak. 3-qadam, pensiya miqdori bo'yicha ma'lumotnoma oling. Unda tayinlangan pensiya miqdori, qo'shimcha ustamalar, ushlab qolishlar va to'lov sanalari ko'rinishi kerak. Bu ma'lumotnoma orqali siz asl pensiya oshganmi yoki yo'qligini aniq ko'rasiz. Qo'lingizga tushgan summa bilan rasmiy tayinlangan summani aralashtirmang. 4-qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar
Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlangani haqidagi ma'lumot, mehnat daftarchasi, ish haqi haqida ma'lumotnomalar, arxiv ma'lumotlari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa. O'quvchini yo'qotganlik holatida o'lim guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma, bank rekvizitlari, yashash joyi bo'yicha ma'lumotlardan. Hamma hujjat hammaga kerak emas. Lekin sizning holatingizga tegishli to'liq bo'lishi shart. 5-qadam, pensiya bo'limiga yozma murojaat qiling. Murojaatda shunday mazmunda yozish mumkin: men falon turdagi pensiya olaman. Avgust oyidagi pensiya indeksatsiyasi bo'yicha pensiyam qayta hisoblangan yoki hisoblanmagani tushuntirib berishingizni, agar oshirilmagan bo'lsa, qonuniy sababni yozma ravishda ko'rsatishingizni so'rayman. Juda uzun yozish shart emas. Eng muhimi, murojaat aniq bo'lsin, sana qo'yilsin, telefon raqamingiz va manzilingiz yozilsin. 6-qadam, javobni saqlab qo'ying. Agar sizga sizning pensiyangiz oshirilmaydi deyishsa, nima sababdan oshirilmasligi yozma ko'rsatilishi kerak. Sabab bilan rozi bo'lmasangiz, yuqori turuvchi tashkilotga, xalq qabulxonasiga yoki tegishli tartibda sudga murojaat qilish imkoniyati bor. Lekin shikoyat qilishdan oldin qo'lingizda hujjat bo'lishi kerak. Og'zaki gap bilan huquqni himoya qilish qiyin. 7-qadam, agar staj yoki ish haqi bo'yicha kamchilik bo'lsa, arxiv izlang. Ko'p pensionerlarning pensiyasi kam chiqishining sababi indeksatsiya emas, balki eski ish davrlari to'liq hisobga olinmaganidir. Masalan, odam kolxozda, zavodda, maktabda, kasalxonada, qurilish tashkilotida ishlagan, lekin korxona tugatilgan. Bunday holatda arxivdan ma'lumotnoma olinadi. Korxona nomi o'zgargan bo'lsa, voris tashkilot yoki davlat arxivi orqali tasdiqlatish mumkin. Bitta topilgan ma'lumotnoma ba'zan pensiya miqdorini indeksatsiyadan ham ko'proq o'zgartirishi mumkin. 8-qadam, farzandlaringizdan yordam so'rang, lekin hujjatni o'zingiz tushunishga harakat qiling. Ko'p otaxon, onaxonlar bolam borib bilib keladi deydi. Bu yaxshi. Lekin pensiya egasi sifatida siz ham nima so'ralayotganini bilishingiz kerak. Farzandingiz murojaat qilsa, ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Hujjatlarni kim topshirayotgan bo'lsa, javobni ham to'g'ri olib, nusxasini saqlashi zarur. Agar siz chet elda yashab turgan bo'lsangiz yoki uzoq vaqt davomida pensiyani olmagan bo'lsangiz, to'lov tartibi bo'yicha alohida talablar bo'lishi mumkin. Bunday holatda indeksatsiya bor yo'qligidan tashqari, pensiya to'lovining davom etishi, shaxsni tasdiqlash, yashash joyi, bank rekvizitlari va boshqa ma'lumotlar muhim bo'ladi. Shunchaki kartaga pul tushmayapti deb kutib o'tirmang, sababini rasmiy aniqlang. Agar siz yaqinda nogironlik guruhi bo'yicha qayta ko'rikdan o'tgan bo'lsangiz, yangi xulosa pensiya bo'limiga yetib borgan-bormaganini tekshiring. Ba'zan tibbiy xulosa bor, lekin ma'lumot tizimda yangilanmagan bo'ladi. Natijada to'lov to'xtashi yoki eski miqdorda qolishi mumkin. Bu indeksatsiya masalasini ham chalkashtirib yuboradi. Agar sizning pensiyangizdan aliment, qarzdorlik, kredit yoki boshqa ushlab qolishlar bo'lsa, to'lov varaqasini albatta tekshiring. Sizga tayinlangan pensiya oshgan bo'lishi mumkin, lekin ushlab qolish sababli kartaga tushgan summa deyarli o'zgarmagan ko'rinadi. Bu holatda pensiya oshmadi demasdan oldin ushlab qolingan miqdorlarni ko'rish kerak. Agar oilada boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olinayotgan bo'lsa, bolalarning yoshi va o'qish holatini nazorat qiling. Farzand kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, tegishli ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lovda uzilish yuzaga keladi. Indeksatsiya qilingan miqdorni olish uchun ham avvalo huquq saqlanib qolgan bo'lishi kerak. Agar pensiyangiz juda kam deb hisoblasangiz, faqat avgustdagi oshirishni kutmang. Pensiya tayinlashdagi asosiy ma'lumotlarni qayta tekshirtiring. Necha yil staj hisoblangan? Qaysi yillardagi ish haqi olingan? Imtiyozli davrlar kiritilganmi? Harbiy xizmat, dekret davri, parvarish davrlari. O'qish davri yoki boshqa davrlar qonun bo'yicha hisobga olinadimi? Bularni aniqlang. Har bir davr bo'yicha tartib boshqacha bo'lishi mumkin, lekin tekshirtirishga arziydi. Demak, avgustdagi pensiya indeksatsiyasi hamma uchun muhim masala, lekin u hamma odamga bir xil ta'sir qilmaydi. Rasmiy pensiya oluvchilarning ko'pchiligida oshirish avtomatik qo'llanishi mumkin. Lekin hali pensiya rasmiylashtirmaganlar, boshqa turdagi nafaqa oluvchilar, hujjati to'liq bo'lmaganlar, to'lov vaqtincha to'xtatilganlar, qarzdorlik yoki ushlab qolishlarga ega bo'lganlar, maxsus tartibdagi pensiya oluvchilar va yaqinda pensiya tayinlatgan fuqarolar albatta o'z holatini alohida tekshirishi kerak.
Men sizga tavsiya qiladigan eng to'g'ri yo'l shuki, avval to'lov turini aniqlang, keyin yo'l. Avgust va sentyabr summalarini solishtiring. Pensiya miqdori bo'yicha ma'lumotnoma oling. Hujjatlaringizni tekshiring va zarur bo'lsa yozma murojaat qiling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Pensiya bu odamning yillar davomida qilgan mehnati va qonuniy huquqi bilan bog'liq masala. Shuning uchun har bir so'mning hisob kitobi aniq bo'lishi kerak. Sizda avgustdagi indeksatsiyadan keyin pensiya oshdimi yoki oshmadimi? Qaysi hududdansiz va qanday to'lov olasiz? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan xulosa chiqaradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot ko'plab pensionerlar va ularning oilalari uchun juda kerak bo'lishi mumkin.